Sitora Farmonova haqida siz bilmagan faktlar. Azizlar, videorolikni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videorolikimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Sitora Farmonova taniqli o'zbek aktrisasi va xonandasi bo'lib, u o'zining talanti va jozibasi bilan tomoshabinlarni zabt etgan. Uning Qvizadagi faoliyatidan yirik kinolardagi ishtirokigacha bo'lgan yo'li qat'iyat va ko'p qirrali iqtidor namunasi hisoblanadi. Endi Sitorani yaqindan tanish vaqti keldi. U yorqin kommunikatsiya iste'dodli aktrisa va hatto sevimli turmush o'rtog'i uchun ham sahnani tark etmaydigan, o'z ishiga sodiq ayol. Kam qiz doim erkaklar orasida mashhur bo'lgan, ammo u hech qachon yashirmagan. Uning mezonlari yuqori va faqat musulmon erkakka turmushga chiqadi. Bo'lajak turmush o'rtog'i uni har tomonlama qo'llab-quvvatlashi, ijod bilan shug'ullanishini taqiqlamasligi va sahnani tark etishini talab qilmasligi kerak, chunki u bunday erkakni tark etishni afzal ko'radi. 2023-yilda Farmonova va Bahodir Jalolov o'rtasidagi ishqiy munosabatlar haqida mish-mishlar tarqaldi. Biroq bokschi va xonanda bu gaplarni rad etib, ular faqat do'st ekanini aytishdi. Ko'p o'tmay internetda Sitora turmushga chiqish taklifi qilinayotgan videolar tarqaldi. Buni esa uning hamkasbi Ulug'bek Qodirov amalga oshirgan edi, ammo bu shunchaki Alfons seriali uchun reklama kampaniyasi bo'lgan. Hamma Sitora hech qachon turmushga chiqmaydi deb o'ylab umidsizlikka tushganda, aktrisa boshqacha fikrda edi va nihoyat 2024-yilda u orzu qilgan erkakdan turmush qurish taklifini qabul qildi. O'zbek TV intervyusida Farmonova haqidagi sevgilisi paydo bo'lgan o'zida katta o'zgarishlarni his qilganini tan oldi. Ammo san'atkor hanuz uning ismini oshkor qilmay, tomoshabinlar qiziqishini kuchaytirib kelmoqda. Shuningdek, Farmonovaning to'yi haqida ba'zi tafsilotlar ma'lum qilingan. Tadbir boshlovchilari o'zbek aktyorlari Jamshid Umurzoqov va Rayhon Ulasenova bo'ladi. Marosimda ommaviy axborot vositalari vakillari bo'lmagan. Faqat juftlikning shaxsiy fotografi tadbirni yoritgan. Farmonova shunday yo'l bilan maxfiylikni saqlab qolishni istagan. To'y sanasi va joyi haqida ham hech qanday ma'lumot berilmagan. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda to'y marosimi Toshkentdan tashqarida bo'lib o'tishiga ishonch bildirilgan. Sitora Farmonovaning Instagram sahifasi O'zbekistonda eng mashhurlardan biri bo'lib, uning obunachilar soni 3 milliondan oshib ketgan yulduz o'zining selfilari, tadbirlardagi suratlari, zamonaviy fotosessiyalari va teleko'rsatuvlar suratga olish jarayonlaridagi videolarni mamnuniyat bilan bo'lishgan. Shu ochiqligi tufayli u hali ham o'z muxlislarining e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda va ulardan yoqimli fikrlar va samimiy izohlar olishda davom etmoqda, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.